Va nihoyat 55 talik original Samsung televizorlarini ham chegirmaga qo'ydik. Samsung 55 DU7100 modeli Vyetnamda ishlab chiqarilgan. Hozir ochib obzorlarni ko'rsatib beramiz. Oyog'ini tumbaga qarab 4 ta pozitsiyada joylashtirishingiz mumkin. Ya'ni ikkita eng chetiga ham joylashtirishingiz mumkin. Bir-biriga yaqin qilib, ikkita o'rtada joylashtirishingiz mumkin. Ham balandroq, ham pastroq qilib qo'ysa bo'ladi. Samsung original o'zini komplektdan chiqadigan pulti juda ixcham, noodatiy uslubda ishlatishga ham juda qulay. Protsessorlari 4K protsessor bo'ladi. Bemalol buni ko'rishingiz mumkin, o'zida ko'rsatib o'tyapti. Ovozlari bo'lsa Q Symphony, ya'ni uylarga moslashtirib, har xil akustik ovozda kinoteatr effektini berib chiqarib beradi. Eng qizig'i, aynan shu modelni o'zimizda ham yaqin kunlarda 550-580 dollardan sotib o'tdik. Vyetnamda ishlab chiqarilgan Samsung 55 talik DU7100 modelini bizning obunachilar uchun 429 dollar qilib beraman. Soni chegaralangan. Bunaqa arzon narxlarni o'tkazib olmaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar.